Assalomu alaykum. Yevropa gaz obunachilari, xudosi ertalabdan ishni boshlab oldik. Kuningiz fayzli va barakali bo'lsin. Ertalabdan Kaptiy oshnamiz Andijondan kelgan, bu tarafda Toshkentdan kelgan Cobalt mashinamiz. Bu tarafda esa Qashqadaryodan kelgan Cobalt mashinamiz o'zi metan ustanovka qilib bo'lindi. Qashqadaryodan qayerdan kelyapsiz? Chiroqchidan, o'zi faqat chiroqchilar bosar ekanda, o'zi chiroqchilar ana 3-pakelinga qo'yildi. Xudo xohlasa mana mashinamiz bo'ldi, yangi qilib ketgan bo'lsa, endi oxirgi ish mana kompyuter ishlari, programma ishlari -40 rejimda programma ishlari ilinib bo'ladi. Xudo xohlasa plus 120 gradusda programma qilib beryapmiz. Koltuğumuz mana salonga qo'yilgan kulchatirlari 3-pakelinga kulchatirlar bilan qilib beryapmiz. Bu tarafda Kia Sonet. Mana bu tarafda ham Kia Sonet. Bu tarafdan ise Kia Sonet qo'yilyapti. 2 salik. 2 salik bilan mana qo'yilgan bor. 2 salik qo'yilyapti. Metan qo'yiladi. Eng yaxshi oygina zatslar bilan xohlasa metan qo'yilyapti. Bu propan qo'yilyapti. İtalyan atamdan tokusu Nordic bunları. İtalyan hayal. Aslında tabii ki geçen sinyalardan bakıncalardan sinyalarda böyle yaptı. Arka kısmında yani 60 bitalik balon qo'yilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Terma trubkalari bilan akkuratniga maslak bo'lyapti. Tartiqiya Sonet. Lentalar bilan 30 saliga qo'yib beryapmiz. Kimga shunaqa savol xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Yevropaga aloqalashingiz mumkin. Sizlarni videoni tamom qilmoqchi bo'lgan agarlarga guvohmiz. Bizning yo'lni bo'yida, bizning manzilimiz, ko'pchilik manzilni so'raydi. Katta yo'lda kelishsa, Qashqadaryo, Jizzaxdan o'sha Sardoba orqali kelganingizda, shu yo'lni bo'yida shu yerda ko'prikcha bor, shu ko'prikdan o'tib, o'ng tarafga qarasangiz Yevropa gaz kanali bitta o'zi Yevropa gaz joylashgan. Toshkentga ketganda mana yerda razvorot bor, o'sha yerdan razvorotdan qayerga olganingizda o'ng tarafdan shu ko'prikcha qurib qo'yganmiz, imina. Ko'prikdan kelaverasizlar. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Bu videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalar tezda jo'natib qo'yinglar. Kuningiz fayzli va barakali bo'lsin. Boshlagan kunlaringiz bizga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar. Bugun Yevropa gazda ish avjida. Ko'rib turganingizdek, kanalni bo'yida, shunday yo'lni bo'yida kirishingizda bizning joyimiz ish avjida. Cobalt. Mana Kia mashinamiz. Bu tarafdan Cobalt, yana Cobalt. Yana Cobalt mashinalarimiz ustanovkada. Propan qo'yildi mana. Bu tarafda Cobalt. Kelsan pushtot stalik, yana Cobalt. Biz avjida. Damas. Kelaverasizlar Yevropa gazga. Salomat bo'ling. Yevropa gaz. İşimiz bugün avjida, ish avjida Yevropa gazda. Bugun mashinalar terib qo'ygan Onyx, Cobalt, bu tarafdan hatto Cobalt mashinamiz 4-pakelinda original turimiz. Apker. Olta İtalyan xavfsizamiz, qirqdan asfaltni ishlanglar. Malibu kompyuter ishlari, programma ishlari olib borilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Trailblazer mashinamiz 4-pakelinda. Namiz o'sha Jack mashinamiz. Jack. Bu tarafda Cobalt mashinamiz 4-pakelinda. Mashinamiz tayyor. İtalya Porsche organizatsiyalar bo'ldi. İtalyan Redicur AT09 Nordic hammasi originali Portugal Valtek bu ham İtalyaniki originali hech qanday maxsus fragment ishlangan. Bu ham original
hammasi bu faslda. Bu tarafda esa miyamiz Alex Miya kursini ishlab chiqargan. Balonimiz 65 talik qo'yildi. Xudo xohlasa mashinamiz tayyor. Bu tarafda Jack mashinamiz 4-paketini ayt olib chiqsin. metalga nazarchashlardan qo'yildi. Abed bo'lishiga qaramasdan. Xudo ish avji yonyapti. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Ulug'bek mutasaddis, ya'ni kamera kontrol qilish mumkin. Yevropa gazda kech bo'lishiga qaramasdan ishimiz hamon davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, ertalab ham ish avji, obedda ham, kech payt ham Malibu, Gentra, bu tarafda Malibu 2 4+ CJ motor. O'sha Arzo Cherry 6 Pro motor.